Bu yerda kesilmaydi, nima xolodilnik ichida kesasizmi? 96-yildan beri ishlamayotgan bo'lsa, rasta bo'lib keling-ya. Men buni nima sababdan men bilaman mana, men bilaman. Hozir sharoit Sen yo'lga kredit olasan. O'tda o'zingni оправдация qilmang, bo'lib qo'yiladi, qilinadi. Bu kelganingizda nechtasi misol uchun pirlavkada go'sht sotardik. Qarang hozir. 90%, 95% pirlavka yo'q. O'zimiz olaylik, baribir hozir ketgan kim olib chiqib sotadi buni. Muddatini kimdir nazorat qiladimi? Nazoratchilar bormi bu yerda? Bular xohlasa srok o'tgan keyin shunda alishtirishadi, ustiga yangisini yopishtirib qo'yishadi. O'shaning uchun doimo ravishda mana bunaqa yorliqi bor mahsulotni olinglar. Xavf tug'dirmasligi bo'yicha hammasiga ko'rsatmalar. Agar juda ham bajarishmaydigan bo'lmasa, unda ijara shartnomasini bekor qilib, ularni bozor hududidan chiqarib yuborish choralarini ko'rish kerak. Ayni damda biz Qo'yliq bozoridamiz. Bu yerda SES xodimlari tomonidan navbatdagi reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu galgi kamera obyektivimizda yozda o'z sifatini tezda yo'qotadigan mahsulotlarni ko'rasiz. Mana qanaqa holda kelasiz sizlarga? Bitta ko'rsating mana shuni menga. Kim olib keladi buni sizga? Qayerda tayyorlanadi bu? Qadog'ida ma'lumot yo'q. Sertifikat bormi sizda? Sadaqadan hujjat bo'lardi-ku, nega yo'q? Aka, mana bundan bitta olib bering. Doktorskiy bor. Mana. Tim. Bir oy bo'lgan srok o'tgan. Mana ko'ryapsiz, 5-mayda ishlab chiqarilgan, ko'ryapsiz, ha? Bu yerda yozib qo'yibdi qadoqda 20 kungacha. Demak, 25-mayda buni yaroqlilik muddati o'tgan. Hozir o'rnatilgan tartibda savdodan olib, yo'qotish chorasini ko'ramiz. Shunda qancha olamiz? Yo'q, endi hammasida emas, aralash ekan. Mana bu yerda ham bordek qarab qo'ying. Chunki 1-2 kun qolganlari bor srok o'tishiga. Anchadan buyon bu yerda savdo qilasizmi, uka? Birinchi navbatda yaroqlilik muddati o'tgan bugun, to'g'rimi? Bu yerda 20 yo'q, bu yerda 29 yozib qo'yilganda, mana bu yerga qarasangiz 25-da 2 xil san yozib qo'yibdi. O'zgartirilgan, demak bu birinchi 25 bo'lgan, keyin 29 ga o'zgartirilgan bu yerda. O'zi savdoga chiqarilgan ertalab do'konni ochganda qaraysizmi, bir qaysini srogga yaqinlashib qolibdi yaroqlilik muddati deb. O'xshamayapti-da, mana ko'ryapsizmi? Yaroqlilik muddati o'tib ketdi. Mana bu timmi, bitta shundan ham ko'rsang ikkita. Yaroqlilik muddati joyida, ya'ni 17-iyulga qadar. Ya'ni yaroqlilik muddati joyida. Bemalol sotib olish imkoniyati mavjud. Qaysi firmaniki bu? Bu mana shu firmaniki. Prosta bu qanaqa? Nima, ma'lumot yo'q-ku qadog'ida. Iste'molchi kelib so'rasa nima deb ko'rsatasiz? Bu nima mahsulotdan qachon tayyorlangan deb so'rasam, masalan, nima deysiz? Damashnikdagi deyiladi. Damashnik mahsulot sotish mumkin emas. Olib qo'yishingmi? O'zimiz olaylik, baribir hozir ketgan kim olib chiqib sotadi buni. Aka, unaqasi yo'q. Yoki men ko'rsating, sertifikati bo'lsa ko'rsating. Bekorga sizni ovora qilib savdodan oldirmaylik-da. Yo'q, bo'lib qo'yishingmi? Aka, bo'ldi. Sertifikati yo'qmi? Sertifikati yo'q mana. Chunki damashnik narsani. Mahsulotni muddatini kimdir nazorat qiladimi? Nazoratchilar bormi bu yerda? Yo'q, bunda nazorat qiladi. Nega? Kolbasani o'zi pastida 28 turibdi. Bular xohlasa srok o'tgan keyin shunda alishtirishadi, ustiga yangisini yopishtirib O'shaning qo'yishadi. uchun doimo ravishda mana bunaqa yorliqi bor mahsulotni olinglar. Yoki ustida Yoki mana skanerga burish ustida kerak. yozilgan bo'lishi kerak-da, aniq pechatlangan holatda turishi kerak. Chunki nazorda joylangan, men o'zim ham ko'rganman. Kerak bo'lsa 3 martalab yengilab ustiga qavat qilib yopishtirib, srogini o'zgartirishgan holatda. Ularni hammasiga biz ham ogohlantirish xati berganmiz. Oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini, insondagi xavf tug'dirmasligi bo'yicha hammasiga ko'rsatmalar. Agar juda ham bajarishmaydigan bo'lmasa, unda ijara shartnomasini bekor qilib, ularni bozor hududidan chiqarib yuborish choralarini ko'rish kerak. Tushunarli. SES xodimlari bilan o'rganish davomida ishlab chiqarilgan sanasi mavjud bo'lmagan, litsenziyasi yo'q mahsulotlarga ham duch keldik. Shuningdek, go'sht rastalari ham kameramiz nazaridan chetda qolmadi. Reyd davomida ochiq rastalarda hech qanday sanitariya talablariga to'g'ri kelmagan joylarda go'shtlar sotilayotganiga guvoh bo'ldik. Qani? Orqasini yopadigan. Nega yopmayapsiz? Xolodilnik bu yoqdan o'shin. O'shin Anvar aka, o'shin. Qani, sovug'mi? Yo'q, kechirasiz. Bu yerda kesilmaydi, nima xolodilnik ichida kesasizmi? Bu yerda kessangiz xolodilnik nima aloqasi bor sizga? Yo'q, aynan olib qo'yishingiz kerak emas. Sizga tartib betyapman. Nazoratga olamiz. Bularni aytganingizda qurilish qilayotgani u yoqdan bu yoqqa o'tyapti-da. Mana bu termometrlarni hammasini joyiga qo'yuvdik buni. Oldingi safar kelganingizda ko'rsatdik. Mahsulotni ertalab qaysi muddatda olib kelasiz? Taxminan nechiladi? Men 7dan keyin keladi deb bemalol. 7dan keyin olib kirasiz. Qancha vaqtda, qaysi vaqtda tekshirib berishadi? Ertalab O'zi tekshirishadimi? tekshirib, keyin bizga xulosa bergandan keyin chopamiz-da. Xulosa beradi. Masalan, bozorga kirib keladigan har bitta o'sha mahsulot, deylik, xom mahsulotlar
bozor hududida joylashgan veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyalari mavjud va bozor hududiga kirishidan, ya'ni savdoga qo'yilishidan oldin ekspertiza xulosasidan o'tkaziladi, ya'ni tekshiriladi. Agar u iste'molga yaroqli bo'lgan taqdirda shu savdoga qo'yiladi. Hozir ko'rib turibsiz, aynan noto'g'ri sharoitda saqlanish bilan bir qatorda go'sht mahsulotini ertalab savdoga chiqarishdan oldin tekshirilganmi, iste'molga yaroqliligi bo'yicha uni tasdiqlovchi hujjatlarini taqdim eta olmadilar va hozir bu jarayonda mutlaqo noto'g'ri, ya'ni sotuvga chiqarilishi. Go'sht mahsulotlari aynan minus haroratdan, ya'ni deyishimiz mumkin, albatta o'sha 0 gradusdan 4-5 gradusga saqlanishi kerak bo'ladi va albatta go'sht mahsuloti ko'pchilik fikr bildiradiki, ya'ni bunga biz termik ishlov beramiz yoki qovurish jarayonida bakteriyalar o'ladi degan fikr bildirish mumkin, lekin mana bunaqa ochiq haroratda, issiq haroratda saqlanishi buni sifatining o'zgarishiga sabab bo'ladi va iste'molga yaroqsiz holga keladi. Oldindan rasta bo'lib Rasta ishlangan. bo'lsa ham endi hozir Necha yildan beri 96-yildan beri ishlanayotgan bo'lsa, rasta bo'lib kelingan. Bu kecha xolodilnik kecha chiqqan narsa. Bu gipermarket, supermarket emas, dehqon bozori bu. Mana buni nima sababdan? Mana bilaman, mana bilaman. Mana bilaman, qattiq o'tirman. Mana, o'tgansan nima kuni. buzmayapsizmi? Bu qayerdan olding bu korobkalarni? Yerda yotgan musulli korobkalar bular. Bu birinchi marta ogohlantirish emas. 3 oy oldin ham yetilgan bu tadbirkorga. Xolodilnik qo'ygan deyapti. Hozir sharoit Ha, sen yo'lga kredit olasan, yut olasan, bozordan iltimos qilasan. Bording bozorga. Bu yerda o'zingni оправдаться qilmang, bu qo'yiladi, qilinadi. Bu to'g'ri farqiga kamchiliklar bartaraf qilinadi. Bu yerda hozir bularni ham hozir tushuninglar. Men sizga 1 soatli ish etayotganim yo'q, yarim soatli ish etayotganim yo'q. To'g'ri, 3 oy oldinga men bularga tushuntirib, chiroyli qilib etib ketganmiz. Bo'ldi, 3 kun ichida qo'ydiramiz deb o'zinglar va'da bergansizlar. Hozir necha oy bo'ldi? 3 oy o'tdi. Syomkaga kelganingizda nechasi misol uchun prolapkada go'sht sotardik. Qarang hozir 90%, 95% prolapka yo'q. Aynan yoz mavsumi bo'lganligi sababli oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va o'tkir yuqumli ichak kasalliklari, ovqatdan zaharlanish holatlarining oldini olish maqsadida bugun Qo'yliq dehqon bozorida reyd tadbirlarini amalga oshirdik va nazorat davomida ba'zi turdagi o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini noto'g'ri sharoitda saqlanayotgani, undan tashqari yaroqlilik muddatlari o'tgan holda sotuvga chiqarilganligi aniqlandi va aynan bu mahsulotlar iste'moli birinchi navbatda o'sha fuqarolarning salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Qayd etish kerakki, aynan nazorat davomida yaroqlilik muddatlari o'tgan 6 kilogramdan ortiq o'sha kolbasa mahsulotlari, undan tashqari yaroqlilik muddatlari o'tgan noto'g'ri sharoitda saqlangan 11 kilogramdan ortiq pishloq va pishloq mahsulotlari aniqlandi, o'rnatilgan tartibda savdodan olindi va yo'q qilish choralari ko'rildi.